Assalamu alaikum wa rahmatullah. Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Hürmetli karındaşlarım, muhacir, mücahit, Müslüman ve barlık muttaki Şarkı Türkistanlık Uygur karındaşlarım. Sizler bilen bir nokta üstüde bir ortaklaştı muvafık gördüm. Gepimni uzatmayayım. Hazırki dünya vaziyetinde, halkara vaziyette dünya kapırlarının cümleden tacavuzcu, komünist, kafir, hem müşrik, tamamı illet İslam'ın sırtındaki bütün hususiyetlerninki, yani şu İslam noktasından İslam'ın düşmanı dep qaraladigan süpetlerninki hemmisi tepiladigan muş Xitoy tajovuzchilarninki bizning haqqimizda o'ynayotgan siyosiy o'yinlari bizningki ishimizni ochiq qilib kelayotgan ham shundoqla buningki ma'lum bo'lsa bir zulmidan qutuldik deb hijrat qilib şu vatanlarimizdan şu Xitoy kafirlarini qo'g'lab chiqarishni maqsad qilib hijrat qilib chiqqan qarindoshlarimiz bu muhajirat yurtlarga chiqqandan keyin bu yerda ham nima qilishni bilmay tamtirab qolayotgan bir holat shakllanyapti. Endi buning hammasini yig'ib aytganda, yana shu Xitoyning siyosiy o'yinlaridan boshqa narsa emas deb qarayman men. Endi yaqinda hammamiz ko'rdik Suriyada 150 mingdan 200 minggacha bo'lgan musulmonninki shu Suriyaning Halepda Bashar Asad murtadlari tarafidan qo'rshovda qolganligi, buningga butun dunyo tavrab ketdi. Butun dunyoning tik turib ketganligini hammamiz ko'rdik, shohid bo'ldik. Endi bu 150 ming yoki shu 200 ming deyilgan shu sondagi shu musulmonlarning hammasi bu yerda umumiylik mutlaq qirilib ketish ehtimolligi bormidi? Amaliyat undaq emasdi. Faqat Bashar Asadning qo'rshovida qolgan. Bularning beshiga kelgani faqat o'lim edi. Xo'sh, endi shu dunyoni mush qadar tavritib, butun dunyo tik turib ketgan mush o'lim faqat bu yerda bir mustahkam turganlar uchun o'zining ibodatini joyida qilib, yama yeri kelganda o'lik bularning beshiga kelgan o'lim bularni faqat jannat kelib kiralaydi. Buni hammamiz tushunamiz. Endi Sharq Turkistonda uchun men sizlarga qisqa bir voqelikni deb beraman. Yaqinda chiqqan bir qarindishimizning o'z og'zi bilan deb bergan gap. Endi buni anglab men taqat keltirolmadim. Shunga buni sizlar bilan bir o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Bu 2015 6-oy mezgillarda deydi. Qashqarninki ma'lum bir yeri. Buni endi mana mush qadar qo'rqinchida biz, birodarlar. Şu bir Xitoyninki qilayotgan zulmlar yuz berayotgan bir o'rinni oshkora deyishdan andish qiladigan. Chunki yurtni qilib qolgan, vatanni qilib qolgan qarindishimizga arziyat yetib qolishidan hammamiz qo'rqamiz. Shuni buni deyishdan ansiraydi ekanmiz hamda. Buni to'g'ri tushunsizlar. Deydi bu qarindishim mening bir ocham bor dedi. Bu ocham ma'lum bir o'rinda ishlaydi. Hozir shu Yizilida umumyuzda qurilgan maktab nomida qurilgan turma, qora turma. Mushaga bir tomoq to'shib beradigan bir xizmatga o'rinlashtirib qo'yibdi dedi. Ishlayotgan o'rnidan sen shu vaqtincha mushada tomoq yetkazib bergan mushlarga deb o'rinlashtirib qo'yibdi dedi. Shu oraliqda 4-5 oy ishlagan dedi. Keyin 2015 6-oy mezgillarida bir kuni uyga yig'lab kelibdi dedi. Yig'lab kelib yüzünü etib o'tdi dedi ocham. O'krab yig'laydi. "Nim bo'lding acha?" desam, "Gap so'mifkan mendan" dedi. "Acha, nim bo'lding davagan?" deb shuncha desam, oxiri dedi deydi. Men kirsam, necha vaqtdan beri bularninki men tomoq akilib berish jarayonida bularga diqqat qildim deydi. Bu yerda ilgari shu butun yüzünü yapgan ayollar yoki
Sal itiqadi aqidasi kuchliroq deb qaralgan ayol qizlar to'y qilmagan hatto. Ba'zi 5-6 ballar bo'lib qolgan ayollar yoki kiyimni uzun kiydigan axloq jihatdan shu yurt ichida ta'siri va ulgu bo'ladigan ayollar shular yig'ilib akapti deydi. Bir yezida 150 atrofida ayolning gapini qildi. 150 atrofida qizlar va cho'kan ayollarni yosh akapti deydi. Bularning natijasidan ki hatta imayotgan bolalarni ayirib tashlab akapti deydi. Shuning bilan har kuni tomoq akib berish jarayonida bularga diqqat qilaman. Hatta bularningki oldiga 6-7 oy bo'lgan deydi. Eng keyniga kirgani 15-20 kun bo'lgan deydi. Mush 6-7 oy bo'lib ketgan bo'lsa-mu, bularning hech qanday kiyim-kechakni qabul qilmadi deydi. Qabul qilmagan o'tdi hozirgacha deydi. Hech qanday kiyim-kechakni olmaqliq, faqat shu uydan tutib kelgan vaqtga kelgan kiyim bilan keyin. Bularningki shu bir bugun deydi. Shu bugun kirsam, bular oldimda hammasi yig'lab, "Xonim, ma turqimizni qarang. Biz bo'lmadik. Bizga bir sochqon darisi olsun akirib berang. Biz bir uylib olish qamal qilamidik biz. Bir uyluvag'ini sochqon darisi bo'lsa akirib berang, qo'lingizdan shu keladi ekan. Biz o'zimizningki hech narsasini saqlab qolamidik. Ularningki kiyimlari qon deydi. Shu kiygan ko'ynaklari qon. Bularning kiyimlarini sundusi sunadigan, ushtildigan holatda deydi. 6-7 oydan biri shu qadar bo'lib ketgan. Ya'ni shu endi uni deyishning hojati yo'q, tushansanglar bo'ladi. Mush holatda biz ulib olali. Biz ulib olishga qodir bo'lamidikmi yerda? Bir sochqon darsi bo'lsin bu akib bering. Biz uchun qilgan eng yaxshi xizmatimiz shu bo'lib qolar xodim, dedi. Mush gapni angladim ukam. Deb ocham yig'lab ketdi. Deb shu gapni qilibdi. Men bir necha kungacha buni unutmadim. Balkim sizlarmi qalbingizda azroq iymon, vijdon bor, Sharq Turkistonlik bir necha kun sizlarni uxlatmasligi mumkin. Xo'sh, ahvol mushu. Suriyadagi Halabdagi qo'rshovda qolgan 150 ming, 200 ming musulmon o'limdan qochib, o'limdan qo'rqib, o'lim ostida qo'rshovda qolgan bo'lsa, butun dunyo tavrab ketgan bo'lsa, bizning Sharq Turkistondagi ochillarimiz, adillarimiz, musulmon qarindoshlarimiz men bir o'lib olay, men bir iymonim bo'yicha iymonimni yo'qotmagan, iymonimni saqlab qolgan holatda Rabbimga muloqot bo'ladigan bir o'lim kasulati menga bir o'lib olsam bo'ladi. Da'vatida qarindoshlar. O'lib olishga qodir bo'lmayotdi. Bir islom bilan iymonini saqlagan holatda o'lib olishga qurb yetmayotdi qarindoshlarimiz. Hemşerilerimizning. Mana bunun dünya jimjit bir nazarını saladigan ko'z yo'q buningga. Mush holatda yana nurg'un qarindoshlarimizning ahvollari bizni echindirdi mana. Ko'p so'zlab sizlarning vaqtinglarni olmay ahvol bu. Bu faqat bir misol, kichikgina bir misol. Suriyada o'zining iymonini saqlab, o'zi yashayotgan Halab shu qo'rshov tuprog'ida tursa, uni qarshi tarafdan yoki bomba tushadi, yoki otadi, yoki o'ladi. O iymoni bilan o'lish tamoman mumkinchiligi bor bu yerda. Uni tutib olib, oyoq osti qildi, uni qildi, buni qildi degan xabarlar chiqib yotadi. Lekin uni sen diningda yanisa, iymoningda yanisa, islomingda yanisa, sen Allohni yo'q deysa, yo'q. Unda gap uyada yo'qki. Faqat o'zining havo havisi uchun uni oyoq osti qilayotgandi. O musulmonlarni. Ammo lekin oyada oyoq osti qilish bilan emas, uni umuman dindan mutlaq dinini yo'q qilish uchun uni o'lib olishga sharoit bermayapti. Ahvol mushu birodarlar. İnşallah bundan keyin pat-pat sizlar bilan yuz ko'rishib turishimiz mumkin. Allah hammamizning amallarini qabul qilsin.
kalplerimizni birleştirip bersin. Bizni vatanlarimizdan haydab chiqarganlarni shu vatanlarimizdan haydab chiqarishga Allah muvaffaq qilsin. Bizni farzandlarimizdan ayırganlarni Allah bizning qo'llarimiz orqali farzandlardan ayırgan Allah muvaffaq qilsin. Bizni ailemizden, ayollarımızdan, ata-onamizdan ayırıp etkenlerini bizning qo'llarimiz orqali Allah shularni ham shulardan ayırıp etkeni Allah muvaffaq qilsin. Bizni qarindoshlarımizdan, tuproqlarimizdan ayırıp etkenlerini Allah bizning qo'limiz orqali ularni ham ayırıp sersan, sergardan vayron qilishni muvaffaq qilsin. Allah bizga o'z tarafidan nusrat, g'alaba, yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.